Ya Bilal dediler, ayt o takbirdi. Hazreti Bilal takbir aytdilar. Abu Bakr Siddiqqa siz namoz o'qib bering dedilar. O'zlari Abu Bakr Siddiqqa iqtido qildilar. Namoz ado bo'lgandan keyin, duoyi Fotiha bo'lgandan keyin Rasululloh oxirgi vidolashish va'z nasihatini qildilar. Shunda buyurdilar, namoz, namoz, namoz dedilar-da. Chunki birinchi bo'lib so'ralaydigani qiyomat kunida namoz dedilar. Men qo'rqaman ummatimni benamoz kelib qolishligidan dedilar-da. Biz ummatimizmi? Qani namozimiz? Ayna tazhabun, qayerga ketyapmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam suhbatni tugatib aytdilarki, kimda meni haqqi bo'lsa olsin, kimda meni haqqim bo'lsa bersin dedilar. Sahobalar bir-birlariga qarab turibdilar. Kim ekan u Rasulullohdan haq olgan u bermagan? Kim ekan Rasulullohni qarz qilib qo'ygan kim ekan deb bir-birlariga qarab turibdilar. Rasululloh ikkinchi marotaba aytdilar, kimda meni haqqim bo'lsa bersin, kimda meni haqqim, menda haqqi bo'lsa olsin dedilar. Hamma yana bir-biriga. Uchinchi marta aytganlarida sahobalardan birlari o'rinlaridan turdilar. Rasulullohning oldilariga bordilar. Bu Ukkosha roziyallohu anhu edilar. Rasulullohning oldilariga borib, "Ya Rasululloh, falon jangda siz bilan birga qatnashgan edim. Shunda saf turganimizda meni otim bir qadam oldinda turib qolgan edi. Oldimga kelib, qamchingiz bilan yelkamga urib meni tekizlab qo'ygan edingiz. Ya Rasululloh, shu qamchini haqqi qiyomatga qolmasin, bering" dedi. Hazrat Abu Bakr aytdilar, "Ya Ukkosha, meni ur, mendan ol shu qasosni. Chunki men Rasulullohning eng ishongan, eng yaqin do'stlari bo'laman. Meni ursin, Rasululloh urgandek bo'lasan." Yo'q, Rasululloh o'zlari nima? Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Imom Hasan, Imom Husanlar. Rasululloh aytdilarki, "Kiringlar hujra hovlida, devorda ililiq turibdi o'sha qamchi. Yo Ali, Fatima Zahrodan so'rang, olib beradilar." Hazrat Ali kirib qamchini oqtarayotdilar. Fatima Zahro onamiz so'radilar, "Nima oqtaryapsiz yo Ali?" Rasulullohning falon jangda ishlatgan qamchilari bor ekan, devorda iniliq shuni oqtaryapti. Olib berdilar. Rasulullohga nima darkor ekan hozir? Hozir o'zi zo'rg'a chiqqan bo'lsalar, Rasululloh o'zlari bilan o'zlari bo'lsalar, nima darkor bu qamchiga? Bo'lgan voqeani aytganlarida borib, "Yo Ali, ayting o'sha Ukkoshaga, meni ursin, men qizlari, farzandlarini ichidagi eng suyuklilari men bo'laman. Meni ursa Rasululloh urgandek bo'ladi." Hazrat Ali borib, "Yo Ukkosha, ayolim